Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkistonda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 64 ga o'rladi. Atalmış Uyghur Abnum Rayonluq Səhiyyə Saqlıqni Saqlash Komiteti bugün e'lon qilgan eng yangi uchurda bildirilishicha, Sharq Turkistonda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 64 ga chiqqan. 21-iyul soat 0 dan kech soat 24 ga qadar Urumchi shahrida 9 kishining yuqumlanganligi bayqalgan. Alomatsiz yuqumlanuvchilardan 14 kishi bayqalgan bo'lib, Sharq Turkiston bo'yicha umumiy yuqumlanuvchilarning soni 64 ga o'rlagan. Bular ichida bir bemorning kasal ahvoli xatarli ekan. 3 bemorning kasali og'ir, 1 bemorning ahvoli yaxshilanishga qarab yuzlangan. Urumchida 62, Qashqarda 1, diviziyada 1 yuqumlanuvchi bor ekan. Undan boshqa alomatsiz yuqumlanuvchilarning soni 69 ga, ayirib tekshirilgan kishilarning soni 3162 ga yetgan. Xabarda yana Urumchi shahar ichidagi avtobus, poyezd qatorliq ommaviy qatnash vositalari diviziya va qisman shaharlardan Urumchiga boradigan ommaviy qatnash vositalarining to'xtatilganligi bildirilgan. Amerika hukumatidan Xitoy hakkerlarining mas'uliyatini surishti qilish talab qilindi. Amerika ovozining 21-iyuldagi xabarda bildirilishicha, Amerika Avam palatasi Cumhuriyetchilar partiyasining rahbarlari Prezident Trumpga maktub avatib, Amerika hukumatini Amerika organlariga hujum qo'zg'agan Xitoy bilan munosabatli hakkerlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Avam palatasi Tashqi ishlar komiteti, Energiya va savdo komiteti va pul muomala mulozimat komitetidagi Cumhuriyetchilar rahbarlari Trumpga yozgan maktubida Xitoyning Amerikaga qarshi elib berayotgan yomon g'arazlik tor hujumidan andisha qilyapmiz. Hozirga qadar Amerika Moliya ministrligi internet orqali bilim mulk huquqi o'g'irlashdan naf olgan Xitoy bilan munosabatli hakkerlarga yetarlik jazo yo'lga qo'yilmadi. Hozir bu harakatlarni o'ylashish vaqti pishib yetildi deganlar bildirildi. Ular maktubida agar biz nachar qilmishlarga qarata strategik jazo qo'llanmasak, jazo tuzumi nachar qilmishlarning oldini olish unumini yo'qotadi. Biz faqat Xitoydan kelgan bu tor hujumlarining kuchayotganligini ko'ryapmiz. Amerika Davlat bexatarlik ministrligi va Federatsiya tekshirish idorasi texcha Xitoy bilan munosabatli hakkerlarning Amerika organlarini nishonlaganligi va Xitoy virusi tadqiqotiga munosabatli tor xodimlarini qonunsiz farqlantirishga uringanligiga qarshi tadbir olmadi. Undan boshqa Xitoy virus vaksinasi, davolash va sinoqqa munosabatli qimmatli bilim mulk huquqi va ommaviy sog'lomlik uchurlariga erishishga urindi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hakkerlarining mas'uliyatini surishtirishni talab qilgan maktubga imzo qo'ygan Cumhuriyetchilar partiyasining parlament a'zolari Teksaslik Michael T. McCall, Oregon shtatidan Greg Walden qatorliqlar bor ekan. Bu parlament a'zolari yana Moliya ministrligi, Davlat ishlari mahkamasi yoki boshqa hukumat tarmoqlaridan Avam palatasiga bu hakkerlik hujumlarining doirasi, soni va muvaffaqiyat qozonish nisbati haqida maxfiy dokument berishni va Moliya ministrligining bu hakkerlarning mas'uliyatini surishtirish uchun planlagan harakatlarini tushuntirishni talab qilgan. Fransiya Xitoyning Uyg'urlarni turmaga tashlashini qabul qilg'ili bo'lmaydi dedi. Germaniya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Fransiya hukumati Sharq Turkiston masalasidagi sukutini buzib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini turmalarga tashlashini qabul qilg'ili bo'lmaydi degan. Sharq Turkiston masalasi xalqaroda kun tartibga kelgan yaqinqi yillarda bu haqda aniq ifoda bildirmagan Fransiya hukumati bu qatim Xitoyga qarshi aniq maydonini bildirdi. Fransiya tashqi ishlar ministri bu haqda to'xtalib, Xitoyning Sharq Turkistondagi musulmonlarni turmaga tashlash qilmishini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini, Xitoydan mustaqil kishilik huquq kuzatuvchilarining Sharq Turkistonni ziyorat qilishiga ruxsat qilishini talab qildi. Fransiya tashqi ishlar ministri parlamentda qilgan so'zda yana Fransiya axborot va kishilik huquq tashkilotlari bergan barliq guvohlik va isbotlarga yaqindan diqqat qilmoqda dedi. U so'zida yana biz o'qigan yoki egallagan uchurlar Xitoyning haqiqatan Uyg'urlarni lagerlarga keng ko'lamli tutib turish qilmishining mavjud ekanligi, tutib ketilgandan keyin g'oyib bo'lish, majburiy emgak qilish, xonim-qizlarni majburiy tug'mas qilish va Uyg'urlarning madaniy meroslarini yo'qotish qatorliq qilmishlarining mavjud ekanligi isbotlandi dedi. U so'zida ta'kidlab, Xitoyning bu qilmishlarining hammasini qabul qilg'ili bo'lmaydi. Biz bu harakatlarni qat'iy ayiblaymiz deb so'zini oxirlashtirganda parlament a'zolari guldiras chavaklari bilan olqishladi.
Amerika Xitoyning Houstondagi bosh konsulxonasini taqidi. Reuters agentligining bugungi xabarda bildirilishicha, Amerika tuyuqsiz Xitoyning Houstondagi bosh konsulxonasini taqashni talab qilgan bo'lib, 3 kun muhlat bergan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin bu haqda ifoda bildirib, 21-iyul Amerika hukumatining tuyuqsiz Xitoydan Houstondagi bosh konsulxonasini taqashni talab qilganligini, buning ikki taraf o'rtasidagi aloqador kelishimlarga xilof ekanligini aytdi. Shundaqla Amerika o'z beshimchilik bilan ish ko'rsa, Xitoyning chuqur mos holda tadbir qo'llanganligini bildirdi. Amerikaning mazkur qarori xalqaro pul muomala bozoriga ta'sir ko'rsatgan bo'lib, Xitoy pulining qimmatida tuvallash ahvoli ko'rildi. Hong Kongning ba'zi pay cheki bozorining tushish nisbati 2% ga yetdi. Xabarlarda bildirilishicha, Xitoyning Houstondagi bosh konsulxonasi uqtirish topshirib olgandan keyin xizmatchi xodimlar zo'r miqdordagi maxfiy hujjatlarni ko'ydirib, konsulxonni taqash uchun tayyorlik ko'rishga boshlagan. Bu jarayonda o't o'chirish atrati kelgan bo'lsa-mu, ammo konsulxona xodimlari ularni kirgizishni rad qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Houstondagi bosh konsulxona Xitoyning Amerikada ochgan tunji bosh konsulxonasi ekan. Yevropa Ittifoqi yil oxirida Magnitskiy qonunni ma'qullaydi. Sharqi Turkistondagi turli siyosiy bostirish va milliy fojialar dunyoga ko'plab oshkora bo'lgandan keyin Fransiyadami buningga qarshi biror amaliy qadamni elish cho'qonlari o'tirg'i chiqishga boshladi. Yaqinda Fransiya xalqi Fransiya hukumatini Uyg'urlar masalasida oshkora ifoda bildirishga chaqirib, turli faoliyatlarni tashkilladi. Bu xildagi jamoat fikri sababidan yaqinda Fransiya parlamentining a'zosi uzundan buyon Uyg'ur va Tibet masalasini ko'zitib kelayotgan Andrey Gattolin Fransiya axborotining ziyoratini qabul qilganda Yevropa Ittifoqining 2020-yilning oxirida Yevropa Ittifoqining Magnitskiy qonunni ma'qullaydiganligini oshkorladi. Xitoy vaqti to'rining 21-iyuldagi xabarida bu hol alohida ta'kidlandi. Xabarda aytilishicha, 20-iyul kuni Yevropa Ittifoqi parlamentining fransiyalik a'zosi Rafael Glucksmann o'zining Twitter betida Fransiya prezidenti Emmanuel Macronga uchur yo'llab, Uyg'urlar masalasida davomli sukut qiladigan ishingiz bo'lsa, bundan keyin universal qimmat, jumhuriyat erkinligi degan temalardan so'z echishingizning hojati qolmaydi degan. Muxbirlarning savollariga javob berganda parlament a'zosi Andrey Gattolin Uyg'urlarning necha 10 yildan buyon bostirilib kelganligini, amdilikda bo'lsa lagerlar va Uyg'urlarning nüfusini majburiy yo'sinda cheklash tadbirlarini elayotganligini alohida ta'kidlagan. Yangi Zelandiyadan Xitoyga qattiq javob. Xitoy rejimining Uyg'urlarni bostirishi dunyoning keskin tanqidiga duch kelayotganda, Yangi Zelandiyaning bosh ministri Jacinda Ardern xonim o'zlarining Uyg'urlar va Hong Kongdagi siyosiy vaziyat haqida o'zgacha qarashda bo'lishining hech kimga taqashmaydiganligini oshkora ta'kidladi. Yangi Zelandiyadagi xabar markazi to'rining 20-iyuldagi xabarda aytilishicha, Jacinda xonim Yangi Zelandiyadagi Xitoy savdo sohasiga qilgan so'zida Uyg'urlar duch kelayotgan bostirishlar hamda Hong Kongdagi demokratiya harakati to'g'risida Yangi Zelandiya hukumatining Xitoy hukumatidan farqli bo'lgan fikrda bo'lishining hech qanday g'ayrilik bo'lmaydiganligini ta'kidladi. U bu haqda to'xtalib, bir masalada o'xshamagan hukumatlarning o'xshamagan qarashda bo'lishining hech qanday hayron qolg'uchiligi yo'q. Chunki hozir Hong Kongdagi, Sharqi Turkistondagi va Tayvandagi vaziyat bizdan shuni talab qiladi degan. Ma'lum bo'lishicha, 2019-yili aprelda Jacinda xonim Xitoydagi xizmat ziyoratida Xitoy raisi Xi Jinping va bosh minister Li Keqiangga Uyg'urlar masalasini eslatgan ekan. Bu qatim bo'lsa, Uyg'urlar masalasida oshkora holda ifoda bildirgandan keyin Xitoyning Yangi Zelandiyadagi bosh elchisi buningga norozilik bildirgan. Xitoylar Turkiyadan ko'plab uy setib olmoqda. Turkiyadan eng ko'p uy setib olgan 20 millatning tizimligi ichida hech bir vaqt yer olmagan Xitoylar 2020-yilning dastlabki yarmida dunyoni Xitoy virusi qoplab ketgan bo'lsa-mu, 415 uy setib olib 8-o'rindan yer oldi. Xitoylar Turkiyadan uy setib olgan millatlarning ichida 2015-yili 271 uy setib olib, tizimlikda 18-o'rindan yer olgan bo'lsa, 2016-yili 281 uy setib olib 16-o'rindan yer olgan edi. Xitoylar shuningdek keyingi 3 yilda Turkiyadan eng ko'p uy setib olgan 20 millatning tizimligiga kirolmagan edi. Bu yilning dastlabki yarmida uy setib olish nisbati birdilla eshib 8-o'ringa o'tdi. Turkiya Xitoy kultur jamiyatining boshlig'i Irfan Karisli bu ahvolga tushuncha berib, Xitoylar uzun yillardan buyon Amerika boshida bo'lib ko'plagan davlatlarga mablag' soldi. Hozir Beijingdan Londongacha bo'lgan oraliqqa selinishi planlangan bir yo'l bir balvoq planining o'ttirg'i chiqishi bilan
Xitoyning Turkiya va Yevropaga bo'lgan tunishi kunsiri kuchayotidi. Xitoylarning Gretsiyaga solgan mablag'imi eshyotidi dedi. U yana Turkiya keyingi 10 yilda Xitoyda tunilishga boshladi. O'tgan yil Xitoydan Turkiyaga 500 ming sayohatchi keldi. Demak, Turkiya hozir Xitoylar tarafidan tunilib, ularning nazarida Yevropa davlatlari qatoridan o'rin oldi. Bu ahvol ularning Turkiyaga soldigan mablag'ini ko'paytdi. Xitoylar odatda Turkiyaga mablag' selish maqsadi bilan uy setib oladi. Ularning ba'zilari Turkiya nufusiga o'tish maqsadi bilan uy setib olgan bo'lsa-mu, undaq niyatdagilarning soni oz. Uning ustiga Xitoy qo'sh vatandoshlikni qabul qilmaydi dedi. İrfan Karisli so'zini davomlashtirib, Xitoyda uy-mulk bak qimmat. Turkiyada 1 million liraga setib oladigan uy Xitoyda eng az bo'lganda 4-5 million lira. Shuning uchun ularga nisbatan Turkiya eng to'g'ri tanlash dedi. U so'zning oxirida Xitoylar Turkiyadan uy setib olganda Yevropadami bir uyimiz bo'lsin deb o'ylaydiganligini, ular eng ko'p uy-mulk setib olgan shaharning Istanbul ekanligini, İstanbulda bo'lsa Maslakdan eng ko'p uy setib olganligini, buning sababining qatnash qulaylik, ish o'rinlariga yaqin ham bexatar deb qaraydiganligini, İstanbuldan keyin Ankara, Antalya, İzmir va Nevşehirlardan eng ko'p uy setib olganligini aytdi. Nevita uy-mulk shirkatining boshlig'i Faruk Akbal bo'lsa, chet elliklarning talabi bilan borliqqa kelgan uy-mulk bozorining yillik kirimi taxminan 400 milliard dollar. Buning 75 milliard dollarini Amerika egallaydi. Yevropaning 100 milliard dollardan oshadi. Yevropadagi İspaniya va Portugaliyalarda bir uyning bahosi 420 ming yevro. Turkiyada bo'lsa 110 mingdan 120 ming yevro atrofida. Yevropada har 5 uyning birisini chet elliklar setib olgan bo'lib, chet elliklar setib olgan uy 20% ni egallaydi. Bu son Turkiyada eng ko'p degandimi 4% atrofida. Turkiya yilda faqat 6 milliard dollarlik uy-mulk sota oladi. Bu raqamni oshirishimiz kerak. Bu nuqtadan elib aytganda Xitoyning Turkiyaga qiziqishidan texmi yaxshi bir shaklda foydalanishimiz lozim degan. Uy-mulk shirkatlari Xitoyning Turkiyadan ko'plab uy zamin setib olishi tarafdori bo'lgan bo'lsa-mu, ammo kuzatuvchilar Xitoyning Turkiyaning har qaysi joylaridan ko'plab uy zamin setib olishining Turkiyaning kelgusi uchun tahdid ekanligini bildirishmoqda. Majid Nawaz kuchliklar ojizlarni ezadigan dunyodan nafratlanaman dedi. Angliyalik faoliyatchi va LBC radio kanalining davomli riyosatchisi Majid Nawaz ochliq e'lon qilish orqali Uyg'urlarga yurgizilgan ig'ir kishilik huquq dafsandichiligiga qarata jazo yurgizilsin nomli murojaatnomani e'lon qilgan. 5 kun ichida, ya'ni 19-iyul kuni bu murojaatnomaga imzo qo'yganlarning soni 100 mingdan oshgan bo'lib, Angliya parlamentida Magnitskiy qonunni yo'lga qo'yish masalasining munozaraga qo'yilishiga turtki bo'lgan. Bu murojaatnomada Angliya hukumatı Xitoyning 1 milliondan ortiq Uyg'urni lagerlarga solash, yuqori darajada nazorat qilish, diniy va etnik kimligini cheklash, madaniyat qirg'inchiligi elib berish qatorliq ig'ir darajadagi kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi Angliyada allaburun ma'qullangan Magnitskiy qonunni rasmiy ijro qilishga chaqirilgan. Murojaatnomada 2019 yili oktyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotida 23 davlat birlashim bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlar masalasidagi pozitsiyasini o'zgartirishga besim qilganligi, mushuningdek bayonotlar berilayotgan va kishilarning tunishi kunsiri kuchayotgan bo'lsa-mu, lekin krizisning hal qilinmaganligi va Uyg'urlarga konkret yordam qilinmaganligi ayblangan. Hozirgi eng yangi uchurga qaraganda imzo qo'yganlarning soni 123 mingdan oshgan. Angliya qonuniga asosan Angliya parlamentida 100 mingdan ortiq imzoga erishgan barliq arziyatlar munozaraga qo'yildi ekan. Majid Nawaz apandi bu haqda fikr bayon qilib, Angliyada alohida bir qonun bor. Agar hukumat to'rbatida qilingan murojaatnomalarga imzo qo'ygan kishilarning soni 100 mingdan oshsa, hukumat bu masalani parlamentda munozaraga qo'yishi kerak. Kuzatishimcha, Uyg'urlarga yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik Angliyada yetarli darajada hukumatning diqqatini tortmayotidi. Parlament a'zolari anglasimi, anglamasqa, bilsimi, bilmasga selyotidi. Shunga men ularni bu irqiy qirg'inchilik haqida so'zlashga qistadim. So'zlashga qistashning yo'li ularni parlamentda ochiq-oshkora munoziralashishga chaqirish. Majid apandining aytishicha, u murojaatnomani imzolaganlarning soni 100 mingga yetguncha ochliq e'lon qilganligini jakarlagan. Her kuni o'zining Facebook, Twitter qatorliq ijtimoiy taratqullari va radio kanalidan Uyg'urlarga oid uchurlarni tarqatgan. Dunyoga dangliq yozuvchilar, muxbirlar Majid Nawazni qo'llaydiganligini bildirgan. Masalan, dunyoga dangliq Harry Potter fantaziyalik yurishlik asarlarining yozuvchisi J.K. Rowling Majid Nawazning dunyo ozroq so'ygiga muhtoj. Men Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun tinch ochliq e'lon qilganligimni jakarlayman degan Twitter murojaatini hambaharlash orqali Majid Nawazni qo'llaydiganligini ifodalagan. Rowling xonimning Twitterda 14 million 300 ming agashuvchisi bor.
Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal apandi ijtimoiy ta'siri kuchli bo'lgan Majid Navozga o'xshash shaxslarning Uyg'ur masalasida o'ynaydigan roli haqida to'xtalib mundaq dedi. Musulmon dunyosidagi har iqlimdagi aql fikri sohiblarining o'ttirg'i chiqib, millionlagan Uyg'urlarning ovozi bo'lishi strategik ahamiyatga ega. U yana cho'ng davlatlarning strategiyasi xalq ommasining ovozidan ayrilmaydiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Amerikada Uyg'urlarning huquqini qo'g'dashga doir nurg'un tadbirlar e'landi. Amerikaning ittifoqdoshlari bo'lgan Kanada, Avstraliyaga o'xshash demokratik davlatlarda xalqning ovozi e'tiborga elindi. Hozir demokratik davlatlarda xalq harakati avj olyapti. Majid Navoz Angliyada Pokistonlik musulmon oilada tug'ilgan. Majidning aytishicha, kichikidan irqiy va diniy kamsitilishga uchragan 15 yoshga kirgan yillari Bosniya qirg'inchiligi haqidagi xabarlarga shohid bo'lgan va insonning tan rangi oq yoki qora bo'lishidan qat'iy nazar kuchliklar ojizlarni ezidigan degan yakunni chiqargan. Shuningdek, qalbida irqiy kamsitilishga qarshi va kuchliklar ojizlarni ezidigan dunyoga qarshi turadigan xarakterini yetildirgan. U o'zi haqida mundaq dedi: "Kuchliklarning ojizlarni bo'zaq qilishidan nafratlanaman. Mana bu mening xarakterim." Erdoğan Türkiye'nin Cumhur Reislik sistemasi haqida xalqqa ma'lumot berdi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Cumhur Reislik sistemasi bilan rayon xarakterlik va yer shari xarakterlik krizislarga qarshi texmo unumlik, texmo tez va atrofliq inkoslarni qaytarish imkoniyatiga ega bo'lganligini aytdi. Erdoğan Türkiye'nin her daim haq huquqni qo'g'daydigan davlat bo'ladiganligini ta'kidlab, biz hech kishining haqqiga ko'z tikmaydigan, ammo o'zining haq huquqini yulib oladigan bir davlat bo'lish sifatimiz bilan harakat qilamiz. Boshqarish sistemimizni o'zgartganda siyosatdan ijtimoiy sohagacha bo'lgan nurg'un sohalardagi o'zgarish to'lg'ig'ini boshdan kechirishimiz muqarrardir dedi. Erdoğan yaqinqi 2 yilda Cumhur Reis bo'lish sifatimiz bilan o'zimiz imzolab chiqargan 64 qarornoma va 2755 qaror bilan millatimizga uzluksiz mulozimat qildik. Xitoy virusi yuqumi mazgilini o'z ichiga olgan 180 kunlik harakat programmamizda biz planlagan 2384 asosli harakatning 93%ni tamomladik. Texmo yaxshisini, texmo unumlik va texmo go'zalini bayqaganimizda har xil o'zgarishlarga ham qalbimiz, ham siyosatimizmi ochiqdir dedi. Erdoğan Türkiye'nin chegara bexatarligi uchun tashlagan barliq qadamlari orqali davlatning egilik huquqini ishga solganligini aytdi. Donald Trump ko'rinmas Xitoy virusini yengishga tirishdi dedi. Amerika prezidenti Donald Trumpning Twitter'dagi uchurida ko'rinmas Xitoy virusi degan so'zni ishiltishi hammaning diqqatini tortdi. Amerika prezidenti Donald Trump Twitter'da o'zini tanqid qilib, Xitoy virusiga yetarli darajada ahamiyat bermadi va maska taqamaydi deguvchilarga javob qaytardi. Donald Trump Twitter'dagi uchurida yuqum yuz bergandan buyon tunji qitim yuziga maska taqagan holdagi rasmini ham baharladi. Donald Trump biz hammamiz ittifoqlashib ko'rinmas Xitoy virusini mag'lub qilish uchun tirishdik. Ba'zilar ijtimoiy masofani saqlay olmagan yerlarda maska taqishning vatanparvarlik bo'ladiganligini tilga ilishmoqda. Hech kishi mendanmi bak vatanparvar bo'la olmaydi. Men sizlarning eng yaxshi ko'radigan prezidentinglar dedi. Amerika Xitoy virusi yuqumida eng ko'p yuqumlanish va odam o'lish voqeasi ko'rilgan davlatga aylanib qolgandan beri Trumpning yuqum boshlangandan tortib yo'l qo'ygan siyosiy talash-tartish qo'zg'ab kelmoqda. Karantin muddatining uzartilmasligi va iqtisodni tezdan normallashtirish haqidagi keskin bayonotlari sababidan ba'zi noroziliklarga duch kelayotgan Trump qatnashgan yig'inlarda maska taqishni yoqtirmay kelmoqda. Qora dengizda bir qancha davlat o'rtaq harbiy manevr o'tkazishni boshladi. Turkiya mo ishtirok qilgan Sea Breeze 2020 nomli harbiy manevr Qora dengizda boshladi. Qora dengizda boshlangan Sea Breeze 2020 nomli harbiy manevrga Turkiya bilan birlikda Amerika Qo'shma Shtatlari, Fransiya, Norvegiya, Ruminiya, Bulgariya, Gruziya, Ispaniya va Ukrainadan 2000 ga yaqin askarning ishtirok qiladiganligi bildirildi. Ukraina Mudofaa ministrligi yozim bayonot e'lon qilib, Xitoy virusi sababidan faqat dengiz va havo qismida ishga oshiriladigan mazkur harbiy manevrda 20 dan ortiq urush paraxoti, aeroplan va tik uchar aeroplanning vazifa o'taydiganligini uqtirdi. Sea Breeze 2020 nomli harbiy manevrning nishoni Qora dengiz rayonida muqimlik va bexatarlikni kafolatga ega qilishdir degan iboralarga o'rin berilgan bayonotda manevrning 7 kun davomlashadiganligi eskartildi.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.